Bo'pti, men ishga ketdim. Bo'ldi, o'zingni farosatingdan ketingni bilsan. O'g'limni qo'ynini boshligidan foydalan. Qayerga boraman? Qaytib kelman. Oyi, iltimos. Oyi, nimaga haydadingiz? Voy o'g'lim, haydab o'limmanmi? Ketmay shuncha kutgan, yana biroz kutaylik desan, eshikni yuzimga qarsillatib urib chiqib ketdi. Ketsa ketar. O'rniga senga qo'sha-qo'sha o'g'illar tug'ib beradigan xotin olib beraman. Iye? Nima u do'kondagi buyummi deb yoqmasa borib almashtiradigan? U ham kimnidir asrab avaylab o'stirgan qizi, oyi. Nima siz orzu havaslaringiz deb bir oilani farzandi bebaxt bo'lsinmi endi? Oyi, Qizim, Ha, opa. voy nima bo'ldi? Qornimdagi bolam tushib qoldi. Qaynonam bitta bolani ham uddalab tug'olmaysan deb ko'chaga haydab yubordi. bor. Kelinim.